Assalomu alaykum. Meni ismim Jo'rayeva Nasiba. Men Jo'rayeva Dilshoda. Bitta qizimni orzu havasim bilan o'qitaman deb niyat qilganman boshida. O'zim shu meditsina sohasiga qiziqqanim uchun, o'zim vaqtida shu kimyo fakultetini bitirganim uchun o'g'limni ham shu qiziqish bo'lganicha shu Zarmet institutiga olib keldim. Nevaramni shu Zarmet institutiga olib keldim. Hamma yaxshi degani uchun keldik. İmtihonlardan yaxshi o'tdi, Xudoga shukr. Orzusi edi, Zarmetga qizlar dugonalarim kiryapti, men ham kiraman deb orzu qilgan edi. Shuning uchun yana bugun sizlarning oldinlaringizga Zarmetga keldim, mana qo'yishga endi. Bu yerda noveysha texnika, noveysha o'qitishi, hammasi yangicha elektronniy bo'lgani uchun o'g'limni shu aynan shu stomatolog yo'nalishiga topshirdik. Kelajakda Xudo xolasa stomatolog bo'lib o'g'limni ko'ryapman. Sharoitlari hammasi yaxshi ekan. Chegirmasi bor ekan. O'tdi, toza tabriklashdi. Xudoga shukr, talaba bo'ldi. Kim xohlasa kirsin, yaxshi joy mana shunday sharoit yasagan barcha yoshlarga tavsiya qilaman shu Zarmet institutiga kirishga.